mağan qalıdı qarab fursat hamon tayyorni tanlar tirishmag'an qalıdı qarab fursat hamon tayyorni tanlar ajr qilgan oladi javob naf bermaydi quru xiyollar ajr qilgan oladi javob naf bermaydi quru xiyollar Mangmaydı takdir Kiler insan bu hayatga bir Körsetmegin Hiç kişiga qir Tusup qo'yar Seni davallar Körsetmegin Hiç kişiga qir Tusup qo'yar Seni davallar Pas vermemse. Pas ver adaş. Ümit. Ha, balam, ha. Uy. Yaxşı. Ha, yaxşı pas ver. Ümit. Ha, yaxşı, ha. Uy. Yaxşı Ümit. Ha. Ümitning ahvoli qandaqroq dada? Ümitning ahvoli yaxshi, ko'may o'tabsan. Yaxshi. Yaxshi top. Bek yaxshi tepib o'tir. Undaq bo'lsa uningchi. Ha. Qani. Ha, Ümit taktikasini biladi ekan. O'tay deganda to'sib oldi. Ha, buni biri. Ha, yaxshi. Mening o'g'limda mana. Ha, yaxshi. Ayni vaqtda men senda kepatdim. Ha. Kira. Ha, kira. Hey. Ha. Hay. Ben faqat top kirganligini tabriklab qo'yaylik dedim xolos. Hay. Qara, akamı kepti. Sen chiqishlarni tushunmaysan. Tushunmaysan derdi ekansan. Tushundira undaq bo'lsa. Mening bu shaharga kagim yo'q. Yurtimda opam, og'aylarim bilan shundoq yaxshi o'tib o'tatdim. Lekin hozir Kechir. Biz futbolni yaxshi ko'ramiz. Ma'lum, inson ikkinchi maydonligini bilib turib nima ishga hujum qilmaydi u? Kallasi bilan o'ynamamda to'pni. Bu ochiqlashing o'zingga ishonchingning yo'qligining ifodasiga, ha? Qara. Navoda sen bir dengizda kiyim bilan ketib olsang, kiyimingda bir yeriqning borlig'ini bayqab qolsang, uni atmasang, baribir suvga g'arq bo'lganing shu'g'u. Lekin men o'zimning texnikasida masala yo'q deb qarayman, ma'lum. Qara, Ümit davomli sana moslashib o'ynayotidi. Seni chandırmayotidi. Ha? Sening kamchiliklaringni yepib o'ynayotidi-ku. Gerçi senin kamchiliging biror ta'sir etganmisimi, lekin kuchli komandalar bilan musobaqalashganda baribir chenib qolasan-da. Hatto mag'lub bo'lishing mumkin. Tushundingmi? Rost gapsan, ma'lum. Meningmi o'zgartgim bor. Lekin Pekiningni qo'yib turib qara. Avval biz bilan moslashishing kerak. Uqdingmi? O'zingni yengishing kerak. ular nima deydi? Bog'lovchilarmi? Ortiqmi gap qilmadi shu. Taqtuqi gap qilyapti.
Bugun Nejat muallim mening yetersizligimni deb berdi. Menga yordam qilaman deydi. Voy, yaxshi bo'pti-ku aka. Uning ustiga Nijat muallimning yetaklashi bilan sening bu tirishchanliging qaytilsa, mukammal bo'lib ketsan. Sana ishonaman. Yarim soatdan keyin maydonga kel. Menga sen bo'lmasang bo'lmaydi. Yarim soatdan keyin maydonda ko'rishaylik. Menga yordam qil. Men kelamasligim mumkin aka. Nemishqa? Jiddiy ishim botdi. Ümit, Ozroq ishim botdi. Kech ko'rishaylik, ha? Mana, kela. Umid, menga sen bo'lmasang bo'lmaydi. Umid! Ümit. Payz bo'ldi ya. ketdimi qandaq? Ha? Ura! Ha? Bo'ldi, chiqishlarni o'ylayapma. Bilamdi? Diqqatingni yig', ha? Diqqatingni. Kela. Vay yaqay. Zakide agar unda qilaversa, o tanlanmaydi. Sen uni tushunmaysan, Ihson. Ben tushunmamdim. Jur'atning tirishchanligini sen ko'rolmaysan. Nima? To'g'ri. Ben ko'ramadim. Sening akangchi dunyodagi eng qaltis, eng yaxshi topchi. Bo'ldimi? Mushundaq bo'lsa xush bo'lgansan. Ey, Yo'q muallim. Yana bir. Muallim, Ha? siz nemishqa ayni vaqtda kasbingizni tashlab top maydondan ayrilgandingiz? Top tepganda qara. Qiyofatingga diqqat qil. Bilamdi? Ma'qul muallim. Muallim, siz menga Valining gapini qilib bering. Yeliqi harakash bo'lib ketgan Valining. Ba'zi vaqtlarda boshqalarning seni nim deb o'ylashini, ularning sana qanday qarashini sen boshqaramaysan. Ayni chaqda men bir baholug'chi edim. Puldar bir kishi menga pul berib, o'zining o'g'lini tanlashimni talab qildi. Lekin men uni fosh qildim. Ular sizni samimiyligingiz uchun jazo oldimi? Ular Validan foydalanib, mening istiqbolimni tugashtirmoqchi bo'ldi. Hamisi nemishqa bu ishlarni boshqalarga demadingiz? Nurg'un chaqda boshqalar o'zining ishongisi bor ishlarga ishlanadi. Jarayonni anglashda xolimaydi. Hay, ajiba men boshqalarning istiqboliga chaqchaq qilgan ishni qila olamanmi? Bo'ldi, kela. Muallim, siz bilan paranglashib xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Undaq bo'lsa, mashqni davom etamizmi yoki? Albatta muallim. Kela. Xotirjam bo'la o'g'lim. Umid sana yordam qiladi. Ha? Ansirma. U bugungi mashqimi kammadi dada. Senle maza yaxshi bo'lib ketsang, men sizlarni qattiq mashq qilaman bolam. Umidmi keldi? Kira. Dada, men keldim. Akang bilan paranglasha. Nega bodang? Maktabda Nijat muallim siniga ilib olgan musobaqa ko'rinishini qo'yib bergandi. Akla, men ko'rib boqay. Maktabda qoldi. Necha top kirgizding? Bugun Men bugun izchil maktabda. Zodi nega oding?
sulton